Qo'g'irchoq uchun sumka va popka tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga popkamiz tikiladi. Orqasi bemalol o'girilishi uchun, teskarisidan o'ngisiga bemalol aylanishi uchun mana bunday yumshoqroq dermatin tanladim. Sumka uchun esa biroz qalinroq dermatin tanladim. Popka va sumka andazalarini dermatinimizga qo'yib chizib olamiz. Undan oldin esa mana bunday andazani olamiz, kartonga chizilgan bo'ladi va mana belgilangan qismini mana shunday qilib teshib olamiz. Ikkita tomondan ham mana shunday qilib olamiz. Ikkinchisini ham o'rta teshigini shunday qilib belgilab olamiz. Va bizga mana bunday ingichka qalam kerak bo'ladi. Ruchkada chizishni maslahat bermayman. Kley ishlatganingizda siyohini tarqatib yuboradi va betartib chiqadi ishinglar. Shuning uchun ingichka uchi ochilgan qalam ishlatilsa, mana bu chizilgan detalimizni shakli juda ham chiroyli chiqadi kesganda. Biroz botirib chizib olamiz qalamimizda. Mana bu joyga belgi qo'yishni ham unutmaymiz. Bu ham kerak albatta. Mana ikkinchisiga ham chizib olamiz. Chizib oldim, endi esa ularni kesib olamiz. Chizilgan chiziqni ustidan tekis qilib o'tkir qaychida kesib olamiz. Mana popkani kesib oldim. Chizilgan chiziq bo'ylab sumkani ham xuddi shunday qilib kesib olamiz. Sumka uchun tasma kesib olamiz. Bizga buning uchun kerak bo'ladi. Mana bunday metall liniyaka kerak bo'ladi va mana bunday kanselarskiy noj kerak bo'ladi. Va tagidan qattiqroq doska kerak bo'ladi. Mana shunday qilib qo'yamiz. 1,5 santimetrga 29 santimetrlar qilib shunday qo'yib kesib olamiz. Yoki bo'lmasam qalam yordamida chizib, qaychi yordamida kesib olishimiz ham mumkin. Mana sumkani tasmasi. Endi esa popkamiz uchun esa biroz qalinroq mana bu rozoviy dermatinni tanladim. Tasmasi uchun 1 santimetrga 17 santimetr qilib kesib olamiz. Ikkita osadigan joy bo'ladi bu popkamizni. Mana 17. Mana tasmalarni kesib oldim. Bu popka uchun, bu popkani oldi tomondagi tasmasi, qo'g'irchoq qo'li bilan ko'tara oladigan joyi va sumkamiz uchun ham 29 santimetrga 1,5 santimetrli tasma. Bular esa 17 santimetrga 1 santimetrli tasmalar. Tayyorlab olamiz. Mana bu 29 santimetrli tasmamizni, boshida kesib olgan tasmamizni uch qismini mana shunday qilib uchli qilib kesib olamiz. Bu tarafini ham shunday qilib kesib olamiz. Endi esa sumkamizni yopishtirib olamiz. Bizga mana bunday momentli kristal kerak bo'ladi. Mana buni bitta tomonini qiylab olamiz. Mana shunday qilib ushlab turamiz. Mana buni olib kelamiz. Mana shunday qilib ushlab turamiz. Shunda mana bu qismiga 2-3 mm yetmaydi. Shuni mo'ljal qilib olamiz. Bu qismini ham xuddi shunday qilib 2-3 mm ga yetkazmasdan mana shunday qilib yopishtirib olamiz. Ikkita tomon bir xilda yopishtirib olinadi. Mana yopishtirdik. Orqa tomondan qaraganimizda ham bir xilda bo'lishi kerak. Endi qolgan yarim qismini mana bu tomonini mana bu yerga olib kelib yopishtiramiz. Buni ustidan 2-3 mm oshib o'tadi. Mana bu qismidan, boshlanish qismidan 2-3 mm ustiga o'tadi, yopishtiramiz. Narigi tomonni ham xuddi shunday qilib yopishtirib olamiz. Mana bu tarafni ham mana bunday yopganimizda hamma yeri bir xilda bo'lishi kerak sumkamizni. Buni ko'proq yopamiz.
Mana bir xilda qilib yopishtirib oldik. Endi mana bu qopqoq qismini yopamiz va mana bunday o'tkir tig'li jism yordamida mana shunday qilib belgi qo'yib olamiz. Keyin esa belgilagan joyimizdan mana shunday teshik hosil qilamiz. Mana bu tarafdan ham teshik hosil qilib olamiz. Mana shunday teshik hosil qilib bo'lgach, bizga mana bunday zaklipkalar kerak bo'ladi. 6 millimetrli zaklipka. Ikki xil bo'ladi bu. Bitta tomoni kalta, bitta tomoni esa xuddi mixga o'xshab uzunroq bo'ladi. Endi esa buni kirgizib olamiz teshib olgan joyimizga. Mana kirgizdik va mana buni esa mana buni uch qismiga kirgizib olamiz. Mana tushdi. Endi esa mana bu qismini buklaymiz. Buklab turib buni kesib olamiz. Mana kesdim. Endi ichiga sintifon solamiz. Chiroyli ko'rinishi uchun sumkamizni ichiga sintifon solib olamiz, to'lib turishi uchun. Mana bunday qilib yopib olamiz endi. Xuddi tugma taqqanday kirgizib olamiz. Mana tasmasini ham mana bu burchak qismidan boshlab mana shunday qilib ustiga yopishtirib olamiz. 1 santimetrcha joyga mo'ljallab kley qilib olamiz. Narigi tomonini ham shunday qilib olamiz. Mana shu joyga qo'yib yopishtirib olamiz. Mana bu tarafdan ham mana shunday qilib yopishtirib olamiz. Mana ochib yopiladigan sumchkamiz tayyor bo'ldi. Mana endi esa popkamizga navbat. Endi esa popkamizni teskari tomonini o'giramiz va mana bu boshlanish qismini, qopqoqning boshlanish qismidan to mana bu yergacha mana shunday qiya qilib, qanday qiyalikda bo'lsa, xuddi shu qiyalikda mana shu to'g'risidan zakripka bilan ingichka chok bilan tikib olamiz. Mana shu yerdan boshlab mana shu yergacha zakripka bilan tikamiz. Bu qatorini ham xuddi shunday qilib olamiz. Qimirlab surilib ketadigan dermantin bo'lganligi uchun, surilmasligi uchun bulavka qadab olamiz. Mana bu tarafiga ham. Endi tikib olamiz. Qopqoqchani boshlanish qismidan to'g'risiga qo'yib, orqaga yuramiz zakripka bilan. Ikkiga qo'yamiz chok oralig'ini, mayda bo'lishi kerak, bo'lmasa ko'rinib bilinib qoladi dermantin orasidan. Mana shunday qiya holda tikib olamiz. Zakripka bilan tugatdim. Mana endi esa mana bu tarafdan tikib olamiz. Buni past tarafdan zakripka bilan boshladim. Zakripka bilan tugatamiz. Mana endi esa buni ichini ochamiz. Buni ichini ochishdan oldin mana bu chokini biroz 0,3 millimetrlar qilib kesib olamiz. Mana bu tarafdan ham. Endi esa buni ichini ochib mana buni o'rtasini ochamiz. Chokni orasini ochamiz va mana bu belgilangan joyni o'rtasiga chokni tushiramiz va lapka bilan baravar qilib tengma-teng qo'yib tikib olamiz. Mahkam bosib turamiz. Mana lapkadan ozgina chiqdi. Zakripka bilan mayda chok bilan tikamiz. Ikkinchi darajali chok bilan tikdim. Mana endi narigi tomonini ham xuddi shunday qilib tikib olamiz. Ikkita tomonini ham xuddi shunday qilib tikib oldim. Mana ortiqcha joyini kesamiz. Buni ham endi o'ngisini o'girib olamiz. Mana popkamiz tayyor bo'lmoqda. Endi bunga ham zaklipka o'rnatamiz yoki bo'lmasa knopka ham o'rnatishimiz mumkin. Buni mana bunday qilib bemalolroq yopib olamiz. Tortib yopmaymiz. Mana bemalolroq yopganimizda mana bunday tig'li narsa bilan belgilab olamiz.
mana shu yer ekan. Mana shu yerni kattaroq qilib, teshigini kattaroq qilib olamiz. Va mana bunday zaklipkamizni o'rnatamiz. Mana kirdi. Bu qismiga esa mana bunday kalta dumaloq qismini kirgizamiz. Mana tushdi. Endi esa mana bu joyni mana shunday qilib ikkiga buklab olamiz. O'rta qismiga mana bunday kichkina belgi qo'yib qo'yganman. Buni kesib olamiz. Mana shu tarzda tekis qilib mana kesib oldim. Ichiga endi sintipon solib olamiz, chiroyli to'lib turishi uchun. Endi yopib olamiz. Xuddi tugmachani o'rnatgandek, mana. Endi esa popkamizni mana bunday tasmalarini o'rnatib olamiz. Mana shu o'rta qismiga klegimizni surib olamiz. Tasmalarimizni mana shu holatda o'ng tarafini o'ng tarafga yopishtirib olamiz. Ikkisini ham baravar yopishtirib olamiz. Bu qismi yaxshi kesilmabdi. Mana shu holatda tekis qilib o'rtaga mo'ljallab ko'zimiz bilan chamaliymiz. Bosib turamiz. 1 santimetrcha qismini kleylab oldim. Mana shunday bosib turamiz. So'ngra esa mana bu burchak qismiga, mana bu chok tugagan qismiga, eng burchak qismidan mana shuni yopishtirib olamiz. Mana shu burchak qismiga. Endi esa pastki qismini teskari tomondan 1 santimetrcha qismini kleylab olamiz. So'ngra esa mana shu burchak qismiga yopishtiramiz. Mana yopishtirib oldim. Endi esa mana bu qismiga xohlasanglar, mana bu ushlash uchun, qo'g'irchog'imiz qo'lchasi bilan ushlash uchun mana bu tasmani yopishtirishimiz mumkin. Yoki yopishtirmasa ham bo'ladi. O'zi ham chiroyli. Mayli biz yopishtiramiz. Klegimizni doim yopamiz. Qurib qoladi, bo'lmasam qotib qoladi. Mana bu qopqoqchasini popkamizni ustiga, o'rtasiga yopishtirib olamiz. Mana to'g'rima-to'g'ri qilib yopishtiramiz va ushlab turamiz. Mana tayyor bo'ldi qo'g'irchog'imizning popkasi. Mana bu esa sumchkasi.